Assalomu alaykum hurmatli bizni patsientlarimiz. Mana bugun yana bizda o'sha yaxshi xabarlar. Patsientimiz qancha bo'ldi turmushda bizga? 9 yil. 9 yil. 9 yilda ekolaym o'tkazdilar. Bir necha muolajalar qilindi. Hamma muolaja qildi, lekin natija bermadi. Lekin oxir oqibatda biz o'sha eko muolajasini o'tkazdik. Mana homiladorlik bugungi kunda ikkita embrioncha qo'ydik. Endi bittasini hozir ko'rinmay turibdi, keyingisini ko'rinib qolar. 5 haftalik homiladorchangiz bor. Tabriklaymiz. Mana eson-omon qo'lingizga olib oling. Endi bu ancha mehnatimiz, samarasi, endi sabringiz ham samarasi. To'g'rimi? Endi shu patsientlarimizga nima deysiz mana? Hamma rahmat kattakon. Avvalo sizga, Shahnoz opaga har doim o'ziga kelardim. Siz yo'q vaqtingizda. Mana shu ishlaydigan hamma xodimlarga rahmat kattakon. Diana Talgatovnaga rahmat kattakon. Hamma sizga kelishni tavsiya qilardim. Chunki men oldin o'zi eko qildirganman, o'xshamagan. Sizda keldim, Xudoga shukr, birinchisi o'xshadi. Rahmat kattakon. Mana yana bir bor tabriklaymiz uydagilarga ham. Yetkazib qo'ying, eson-omon qo'lingizga olib oling. O'zingizga kelib tursangiz, endi hozir o'zingizlarni bola o'sishini kuzatib turamiz. Rahmat kattakon.